Otang senga tanbeh berganida, u seni yomon ko'rmaydi. Otang senga bosim qilganida, u seni o'sishingni istaydi. Otangni jim turganini ko'rganingda, u seni kelajaging haqida bosh qotirayotgan bo'ladi. Otang eshik xonasini qulflab olgan paytida bilib qo'y, u yig'layotgan bo'ladi. Otang hansirab qolganini ko'rsang bilib qo'y, u sen sababli shunday bo'lgan. Otang kulgan paytida bilib qo'y, buning ham sababchisi sensan. Otang senga iqtisod qilgan paytida bilib qo'y, u o'z nafsini butunlay mahrum qilgan bo'ladi. Otangga nisbatan ovozingni balandlatsang, uni tiriklayin go'rga tiqqaning shu, bilib qo'y. Sen o'zingni darbadar va sargardon holda ko'rsang bilib qo'y, otang sendan g'azablangan bo'ladi. Otang to'shakka cho'zilib olib, gapirmayotganini ko'rsang bilib qo'y, sen ulkan suyanchiq tog'ni yo'qotib, bo'shliqqa yuz tutgan bo'lasan. U bo'shliqni hech qanday xotira ham to'ldira olmaydi.